Kredit to'lovlarini vaqti kelganda bilamiz, kartalarimizdan avtomatik tezda pullar yechib olinadi. Boshqa kartaga o'tkazish, naqd pul qilishga ulgurmay qolamiz. Ba'zi paytda ko'pchilik ishlarini, aynan pulli masalalarda hal bo'ladigan ishlarni oylikka rejalashtirib qo'yganligi uchun oylik tushishi bilan kartadan agar kreditga pul yechib oladigan bo'lsa, ozgina dilxiralik bo'ladi. Lekin men sizga bu videoda bitta yechim lifehack aytib ketaman. Kartangizdan bank kredit qarzdorligini yechib ola olmaydi. Faqatgina video boshidan sizga ta'kidlayman. Kredit bu mas'uliyat va bu sizning yelkangizdagi qarz. Qochib hech qayerga qutula olmaysiz. Albatta kreditlarni o'z vaqtida to'lashni unutmang. Endi mavzuga qaytamiz. Kredit olganingizda siz kreditni so'mda olasiz. Ya'ni Uzkart yoki Humo kartaga tushirilgan so'm ko'rinishdagi pullar kredit to'lovlari vaqt kelishi bilan avtomatik yechiladi. Lekin siz pullaringizni tushishi bilan Visa kartangizga dollar qilib konvertatsiya qilib qo'yadigan bo'lsangiz, sizdan Visa kartangizdan kredit to'lovlari yechilmaydi. Men bu gaplarni osmondan yoki qayerdandir topib olib gapirmayapman. Shaxsan o'zimda shu narsa kuzatilganligi uchun, shaxsan o'zim ko'rganligim uchun buni ham lifehack sifatida sizga yetib ketishga qaror qildim. Lekin shu narsani unutmang. Kredit bu ehson yoki shunchaki sizga berilgan pul emas. Bu mas'uliyat va qarz va uni albatta to'lash kerak. Shunga o'xshash bank faoliyatiga doir qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yuboryapsiz aka. Obuna bo'lib qo'ying.